Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizdan talab qilgan bitta eng asosiy narsa bu tavhid. Alloh taolo siz bilan bizni bitta gunohdan tiyilishligimizni qattiq talab qilgan. Qolgan gunohlarni inson sodir qilar ekan, ularni Alloh xohlasa kechiradi. Ammo shirk degan gunoh bor tavhidning muqobilida. Bu gunohni qilgan bandani Alloh taolo hargiz kechirmaydi. Astagfirullah. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Albatta Alloh taolo o'ziga shirk keltirilishini hech kimga kechirmaydi. Undan boshqa gunohlarni xohlagan bandasi uchun kechiradi. Ey odam bolasi, hadis qudusida Alloh taolo aytdi: "Yer qobig'i to'ldir gunoh bilan kelgan oldimga." Yerni gunohga to'ldirib tashagan bo'lgin kelguncha. Lekin menga shirk keltirmasdan ro'baro bo'lsang, yer qobig'i to'ldir rahmatim bilan seni kutib olaman deydi. Demak, boshqa gunohlarda hammasi bitta pallada, shirk bitta pallada turadi. Tavhid va shirk. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir misolni keltirdi, bir zarbul masalni keltirdi. Aql egasi bundan o'ziga yetarli xulosani oladi. Ikkita qul. Bitta qulni, birinchi qulni ko'p xo'jayinlari bor. Ikkinchi qulni bitta xo'jayini bor. Birinchi qulni ko'p xo'jayinlari bir-biri bilan kelisha olmaydi. Bitta xo'jayin tur desa, ikkinchisi o'tir deydi. Biri yot desa, biri ikkinchisi yugur deydi. Biri ovqatlan desa, biri ovqatlanmaydi, biri uxla desa, biri uxlamaydi. Bu qul mana shu hojalarni rozi qila oladimi? Endi ikkinchi qul bitta hojasi bor, bitta saidi bor. Ish buyuradigan bitta. O'tir desa o'tiradi, tur desa turadi. Qaysi birisining ishi oson bo'ladi? Bu ikkisini holati barobar bo'ladimi, birodarlar? Hargiz barobar bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Zaraballohu matalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna va rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamun." Alloh shunday bir misolni keltirdi. Bir kishi qul borki, uning ustida talashguvchi sheriklari, ya'ni hojalari bor. Yana bir kishi qul borki, u bus-butun holida bir kishi hojanikidir. Ikkisining misoli barobar bo'ladimi? Xo'jayini bitta qulni ishi oson bo'ladi. Ammo xo'jayini ko'p bo'lgan qulni ishi qiyin bo'ladi. Alloh taolo bu masaldan siz bilan bizga nima demoqchi? Muvahhid bilan mushrik hech qachon bir xil bo'lmaydi. Allohni yakka degan muvahhid, tavhidni o'ziga isbotlagan, tavhidni tan olgan kishi bilan Allohga shirk keltirgan mushrik hargiz teng bo'lmaydi. Mushrik kim? Mushrik Allohga ham sig'inib qo'yadi, toshlarga ham, g'ishlarga ham sig'inib qo'yaveradi. Muvahhid esa faqat Alloh taoloning o'ziga sig'inadi, ibodat qiladi. Tavhid va shirk bu koinotdagi eng katta qarama-qarshilik. Kishi dunyoga kelib yo muvahhid bo'ladi yoki mushrik bo'ladi. Oqibat ham mana shunga yarasha bo'ladi. Hal yastawiyani masala alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamun. Bu ikkisini misoli barobar bo'lurmi? Alhamdulillah yo'q. Ular buni bilmaydilar. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir mushrik bilan munoqasha qilib qoldilarda, haligindan so'radilar: "Nechta ilohga ibodat qilasan? Nechta xudoying bor?" 7 ta deb faxrlandi. 7 ta. Rasululloh aytdilar: "Boshingga musibat kelganda qaysinisi iltijo qilasan?" dedi. "Osmondagisiga" dedi. "Unda nima qilasan qolganlariniga iltijo qilib? Bittasiga iltijo qilmaysanmi?" dedi. Aqlga to'g'ri keladigan gap. Haligi mushrik o'ylandi-da, Rasulullohning so'zidan qanoatlandi, kalima keltirib musulmon bo'ldi. Tavhid va shirk orasida farq katta. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Alloh taolo mana shu ikkala narsani, tavhid va shirkni ikki daraxtga o'xshatadi. Astagfirullah. Alam tara kayfa daraballohu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabit va far'uha fis sama. Pokiza kalima, tavhid kalimasi, la ilaha illalloh. Ey inson, Alloh yaxshi so'zga qanday misol keltirganini ko'rgin. Yaxshi so'z bu la ilaha illalloh. U so'z xuddi bir asl daraxtga o'xshaydiki, uning ildizi yer ostiga mahkam o'rnashgan, shoxlari esa osmonda mustahkam turadi. Shoxlari shunday balandki, osmonga yetadi. Naqadar go'zal daraxt. Bu daraxtning mevasi ham bor. Mevasi dunyo daraxtlariga o'xshab mavsumda meva beradimi? Sezonda tu'ti ukulaha kullu hinin bi izni robbiha
va yadribullohul amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Parvardigorining izni irodasi bilan u mudom meva berur. Doim meva beradi. Alloh odamlar eslatma, ibrat olishlari uchun mana shunday misol keltirur. Kalima toyyiba la ilaha illalloh insonga doim meva beradi. Qalbi xotirjam bo'ladi. Umrida rizqida barakot bo'ladi. Dunyoda nimaga yashayotganligini biladi. Dunyoda mushkulalari, mashaqqatlari kelganda sabrli bo'lishning mevasini beradi va oqibatda jannatga olib kiradi. Endi Alloh taolo habis kalima, shirk kalimasini misolini nimaga o'xshatdi? Va masalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin khabithatin jutussat min fawqil ard ma laha min qaror. Yomon so'zni, ya'ni kufr so'zini, shirk so'zini misoli esa yerdan ildizi uzilib qolgan, bir joyda o'rnashib, qo'nib topmaydigan nopok daraxtga o'xshatur. Mushrik bo'lgan odam xuddi daraxtning tomiri yerdan uzilib tashlab qo'yilgan odamga o'xshaydi. Uni qarori yo'q. Mononi qilsa ishlar yaxshi bo'lib ketadi degan bo'lsa o'shini qiladi. Mono biznes yaxshi bo'lyapti desa buni qiladi. Odamlar nima desa o'shini qilib ketaveradi. Ammo muvahhid odam dini bor uni, e'tiqodi bor, aqidasi bor, mustahkam turadi. Hech qanaqa shamol egib yubora olmaydi. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allohga hamdlar bo'lsin. Odamlarning ko'pi bu narsani bilmaydi. Nuh alayhissalom o'limi oldidan o'zini o'g'illaridan biriga nasihat qilib shunday dedi: "Ey o'g'lim, agar 7 osmon va 7 yer tarozini bitta pallasiga qo'yilib turib, la ilaha illalloh ikkinchi pallasiga qo'yilsa, la ilaha illalloh kalimasi og'ir keladi. 7 qavat yer, 7 qavat osmondan mana shu siz bilan biz aytayotgan pokiza kalima og'ir keladi. Shirk kalimasi. Va man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Mushrik kim? Mushrikda ahvoli qanaqa? Kim Allohga shirk keltirsa, bas u osmondan qulagan uni bir vahshiy qush o'lja qilib olib ketgan yoki qattiq shamol yiroq joylarga uchirib ketgan kabidir. Kishi agar shirkda bo'ladigan bo'lsa, hozir aytganimizdek, shamol qayoqqa puydasa, o'sha tomonga qarab ketaveradi. Kishi o'zini pokiza fitratini, islomiy fitratini shirk keltirib o'zi bulg'ab oladi. Har bir kishini qarang, mana bu har bitta mushrikning misoli mana shunga o'xshaydi. Endi musulmon odamchi, muvahhid odamchi, bu ikkisi barobar bo'ladimi? Qiyomat kunida bir kishi oldiga sijillasi qo'yiladi, sahifalari. Bitta sijillasi varag'i insonni ko'zi yetadiganchalik masofa uzoq. Gorizontgacha bitta varag'i. Shunaqa sijillarni hammasiga gunohlar yozilgan. Va mana shu sijillardan 99 ta. 99 ta sijillasi faqat gunoh bilan yozilgan. Alloh taolo aytadi: "Ey banda, senga zulm qildikmi biz?" Banda yo'q deydi. "Sen qilmagan birorta ishni yozib qo'yibmizmi?" Banda yo'q deydi. Hammasi mening amallarim, hasanotim yo'q. Alloh taolo aytadi: "Ha, seni bitta hasanoting bor." Banda aytadi: "Parvardigor, bitta hasanat nima qila oladi buncha sijillar, ma'siyatlarning oldida?" Bilasanmi bu hasanat nima edi deydi Alloh taolo. La ilaha illalloh. Ana shu sijillar tarozini bitta pallasiga qo'yiladi, la ilaha illalloh kalimasi bitta pallaga qo'yiladi, la ilaha illalloh og'ir keladi. Dunyodagi eng katta ne'mat, eng katta boylik bu la ilaha illalloh kalimasini aytishlik. Alloh taolo hammamizni ketar soatimizni shu kalima bilan sobit qilsin. Alloh taolo aytadi: "Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira." Ey odam bolasi, yer qobig'i to'ldir, xato gunohlar bilan faqat shirk keltirmay yo'liqsang, yer qobig'i to'ldir, rahmatim bilan kutib olaman, mag'firatim bilan deyapti. Birodarlar, bormi kalima bizda? Tavhid bormi qalbimizda? Inshaalloh qolgan xatolarimizni Alloh taolo avf qilishini umid qilamiz. Odam alayhissalom birinchi inson. Odam alayhissalomni Alloh taolo yaratib, ruhidan kirgizdi, Odam alayhissalom harakatga keldi. So'ngra Odam alayhissalomni kuragini, umurtqasini silab, Alloh taolo qiyomatgacha yashaydigan odam bolalarini hammasini ruhlarini chiqardi, zurriyotlarini. Hammamiz bor edik o'shada, faqat eslolmaymiz uni.
Otangiz ham, opa dadangiz ham, 7-nevarangiz ham o'sha yerda bor edi, chunki ruhlar bir vaqtda chiqarilgan, yaratilgan edi. Va mana shu joyda Alloh taolo siz bilan bizdan va'da oldi. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonman. Qachondan beri musulmonsan? Almisoqdan beri. Almisoqning ma'nosi nima? Ana shu ruhlar, ha, sen bizni yaratgan Parvardigorimizsan deb va'da bergan kun al-misoq deyiladi. Qachondan beri musulmon ekanmiz? Al-misoqdan beri. Va iz akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum va ashhadahum ala anfusihim alastu bi robbikum qalu bala shahidna. Parvardigoringiz odam bolalarining bellaridan zurriyotlarini olib, men Parvardigoringiz emasmanmi deb o'zlariga qarshi guvoh qilganlarida, ular haqiqatan sen Parvardigorimizsan, bizlar bunga shohidmiz deganini eslang. Ana shu kungi va'damiz birodarlar misoq deyiladi. Ana shu va'damizga muvofiq biz dunyoga islom fitrati bilan kelamiz. Kullu mavludin yuladu ala fitratin degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Har bitta odam bolasi chaqaloq dunyoga islom fitrati bilan keladi. Keyin ota-onasi uni yahudi qiladi, nasroniy qiladi, majusiy qiladi. Rasululloh shunday deganlar, musulmon qiladi demaganlar. Chunki o'zi musulmonida dunyoga kelishida. Demak, inson bolasi dunyoga kelib, tashqaridan unga ta'sir ko'rsatilmasa, u buzilmasa, dunyo qarashi, tabiati aynitilmasa, islomda yashar ekan. Payg'ambarimiz shuncha aytayaptilar-da, keyin ota-onasi uni yahudi qiladi, nasroniy qiladi, majusiy qiladi. Nima qilsa tashqaridagilar qiladi. Insonda o'ziga qolsa Allohning o'ziga sig'inadi yolg'iz. Ana mushaydi misolida aytdik-ku. Qiylanganingda, musibat kelganda kimga sig'inasan desa, osmondagisiga deyapti. Aka osmondagisiga sig'inaverdi, qabul qildi. Bizni ham agarchi tinimsiz televizordan, internetdan, boshqa narsa bilan miyalarimiz buzib turilmasa, mo ko'chada qing'ir-qing'ir yurgan birodarlarimiz bunaqa yurishmagan bo'lar edi. To'g'rimi? Ha, qarang, bu gapimizga o'laymiz endi. Aqidasida, tavhidida mahkam turganda bular ta'sir qila olmas edi. O'sha aqidasida tura olmaganligi uchun, e'tiqodini bilmaganligi uchun qaqqa shamol pudasa shu qarab ketib qolyapti. Shunday emasmi? Tavhidni mahkam ushlagan inson yaxshi kunida ham, yomon kunida ham kimga duo qilishni yaxshi biladi. Boshiga musibat kelganda kimdan yordam umid qilishni ham yaxshi biladi, ikkilanmaydi. Qalbi xotirjam. Kimga duo qilsamikin deb o'tirmaydi. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una va la yadurruna va nuraddu ala aqabina ba'da id hadana Alloh kalladhi istahwathu ash-shayatin fil ardi hayron. Ayting. Allohdan o'zga bizga foyda ham, ziyon ham keltirmaydigan narsaga iltijo qilamizmi? Va Alloh bizni hidoyat qilgandan so'ng yana ortimizga qaytarilamizmi? Xuddi jinlar chalib, lola hayron holda noma'lum yerga olib ketgan kishi kabi. Bizni jin chop ketgani yo'q. Biz lola hayron bo'lmayapmiz. Dunyoga nimaga kelganimizni bilmasdan gangirab yurganimiz yo'q, gang qo'yga o'xshab. Biz nimaga kelganimizni bilamiz, qayerdan kelganimizni bilamiz, nimaga yashayotganini bilamiz, oqibatimizni bo'lishini ham bilamiz. Aytdik-ku, hatto mushriklar ham boshiga musibat kelganda Alloh deb qolishadi. Lekin Alloh taolo ularni najotga chiqargandan keyin yana shirkiga qaytib ketadi ular. Qiyomat kunida Alloh taolo bir bandani hisob qiladi. Peshonasiga jahannam ekanligi yozilgan. Mushrik bo'lgan, kofir bo'lgan. Agar dunyoda solih amal qilgan bo'lsa ham uni foydasi tegmaydi unga. Chunki savob amallar faqat mu'minlardan qabul qilinadi. Alloh taolo aytadi qiyomat kunida, ey banda, agar butun dunyo seni mulking bo'lsa, seniki bo'lsa, mana shu kungi azobdan o'zingni qutqarib chiqib ketishlik uchun hammasini fido qilamiding? Borib burdingni beramiding? Berardim Parvardigor deydi. Alloh taolo aytadi, yolg'on gapirding. Men sendan bundan ozroq bo'lgan, bundan oz bo'lgan narsani so'raganman. Menga shirk keltirma. Lekin sen itoat qilmagansan, bosh tortgansan. Shuning uchun birodarlar, bu kofirlarning dunyoni yer yuzini to'lg'izib yurgani, dunyoni hamma boyligi bularda qo'lda bo'lganligi, musulmonlar ustida shunday tajovuz qilayotganligi siz bilan bizni aldab qo'ymasin. Va ma yu'minu aktsaruhum billahi illa va hum mushrikun. Ularning ko'plari Allohga faqat mushrik bo'lgan hollardagina iymon keltiradilar. Ya'ni Allohga iymon keltirdim deydi, lekin qilayotgan ishlari nima? Shirkiyat bo'ladi. Qaranglar, Odam alayhissalom bilan Nuh alayhissalomning o'rtasida 10 asr o'tgan deyiladi. Vallohu alam.
1000 yil. Mana shu 10 asrning ichida odamlarning hammasi muvahhid bo'lgan. Shirk bo'lmagan. Ha, qotillik bo'lgan, ha, boshqa gunohlar bo'lgan, ammo shirk bo'lmagan. 1000 yilgacha shayton odamlarni shirkka boshlay olmagan. Nuh alayhisalomning davridan boshlab odamlar shirkka ketishdi va shayton shu kundan beri odamlarni shirkka boshlab keladi. Birodarlar, 100 millionlagan kishilar sigirlarga sig'inib yuribdi. Xram Krist deb qo'yibdi. Likopga sut quyib qo'yibdi, katta likopga. Qator turib ichishyapti kalamushlar. Bittasi qo'lini tiqib turib tavarri qilyapti. Apkal o'sha pista badomini tashab beryapti, kalamushlar yeyapti. Bu qanaqa aql, birodarlar? Birodar, yakka yagona bo'lgan, o'xshashi bo'lmagan, Al-Hayyul Qayyum bo'lgan Allohga sajda qilayotganingizdan faxrlaning. Chunki bu shunday bir ne'matki, Alloh faqat yaxshi ko'rgan bandalarga beradi bu narsani. Ahmoq emas ular. Borib ehtimol zo'r zamonaviy bir kompyuter jihozini yasar, elektron jihozini. Ehtimol dunyoga tarqatib sotayotgandir, hammani havasini keltirayotgandir. Lekin ishini tugatgandan keyin uyiga boradida o'sha moliga yoki bo'yatayotgan kalamushiga sig'inadi. Bu qanaqa aql? Bu qanaqa aql? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Alloh taolo so'rayapti. Axir yuz tuban yuradigan kimsa haq yo'lni topguchiroqmi yoki qaddi rost holda to'g'ri yuradigan kimsami? Ibrohim alayhisalom o'zini qavmini da'vat qilayotganda shuna derdi-da, bu toshlar, g'ishlar sizlarga nima foyda beradi? Bolta bilan hammasini chof-chof qo'yib turib, bittasini bo'yniga ilib qo'ydi. Sen qildingmi Ibrohim, butlarimizni sen chopdingmi deganda maloni siqildi. So'raylarchi dedi. Ahmoq emas edi ular, lekin qalbli ko'zlari ko'radi ularni. Afa hasibtum annama xalaqnakum abathan va annakum ilayna la turja'un. Yulduzga sig'ingan, molga sig'ingan, toshga sig'ingan, sanamga sig'ingan bu mushriklar Alloh ularni bekarga yaratdi deb o'ylashadimi? Alloh taolo so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Bu agar shunday bo'lsa bu bekarchilik bo'lib qoladi-yu. Abas bo'lib qoladi-yu. Alloh taolo bunday abasdan, bekarchilikdan pok bo'lgan zot. Fata'ala Allohul malikul haq, la ilaha illa huva robbul arshil karim. Zotan haq podshoh Alloh bironta ishni behuda qilishlikdan yuksakdir. Hech qanday iloh yo'q, magar u ulug' arsh sohibi bordir. Siz ham yashayapsiz, mushrik ham yashayapti. Muvahhid ham yashayapti, mushrik ham yashayapti. Hammaning oqibati bir xil bo'ladimi? Siz bilan bizdan Alloh taolo talab qilgan eng asosiy narsa tavhid. Siz bilan bizni ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa shirk. Allohni yakka deb bilgan muvahhid bilan Allohga shirk hal yastawiyan deb nomlanadigan darsimizning bugun 16-si. Bugungi mavzuimiz doyuraklik va qo'rqoqlik. Shijoat va jubn. Insondagi go'zal sifatlardan jasorat, doyuraklik. Undagi yomon sifatlardan qo'rqoqlik. Qo'rqoqlik hech qaysi zamonda, hech qaysi xalqda yaxshi ko'rilgan xulq emas. Har qanday zamonda, har qanday makonda jasorat, doyuraklik, qo'rqmaslik maqtalgan sifatlardan bo'lgan. Bu odam qo'rqoq. Shu gapda o'zi yetadi u kishini haqorat qilishlik uchun. Yoki bu kishi jasur, doyurak kishi. Uni muhtojligi uchun mana shu so'zni kifoya qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga har bitta ishda ibrat bo'lgan zot sollallohu alayhi vasallam. Jasorat, shijoat, doyuraklik bobida ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga albatta ibrat bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vatini oshkor qilgan kunidan boshlab qavmdoshlari tarafidan aziyatlarga, masxaralarga, tahdidlarga, zarbalarga, kaltaklarga duchor bo'ldilar, lekin bularni birontasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qo'rqitmadi, cho'chitmadi. Sahobalar. Ular aytishadi, Madinada turar ekanmiz, to'satdan tashqaridan qattiq bir narsani ovozi eshitildi. Baland brahimalik ovozi eshitildi. Odamlar to'planishdi va uyiga tarqashdi. Tayyorgarligini ko'radi, qaytib kelib mana shu ovozga qarab chiqib borishlik kerak. Musulmonlar uylariga borib, tayyorgarligini ko'rib yig'ilib, endi Madinaning tashqarisiga chiqmoqchi bo'lib turganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ulovlarni minib tashqaridan kelayotgandilar. Bo'ldi, hech gap yo'q ekan, tinchlik, xotirjamlik, qo'rqmanglar, tarqalinglar deb hammani uyiga tarqatib yubordi.
Ya'ni odamlar to'planib, uyiga borib tayyorgarlik qilgunlariga qadar Rasululloh yolg'iz o'zi ulovni minib chiqib, xabar olib hech narsa emasligini bilib kelib bo'lgandilar. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tamomiy doirayligi va shijoatiga dalil bo'ladigan holatidir. Sahobalar aytishadi. O'zi sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini jonlarini, mollarini, oilalarini himoya qilgandek himoya qilamiz deb va'da berishgan. Ammo ular aytishadi, agar jang maydonida jang shiddatli tus oladigan bo'lsa, iltaja'na bi Rasulillahi sollallohu alayhi vasallam. Rasulullohning orqasiga o'tib olardik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan himoyalanardik deyshadi. Chunki bilardek Rasululloh doirak inson edilar, hech qachon orqaga chekinmas edilar. Hunayn kunida bo'lgan voqea mana shu so'zimizga dalil bo'ladi. Musulmonlar Havozin mushriklari tomonidan berilgan birinchi zarbada musulmon qo'shini tirqirab har tomonga qochib ketdi. Minglagan kishilar jang maydonini tashlab chiqib ketishdi. Hatto ba'zilari Makka ga ham kirib borishgan edi. Shunda faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sobit turdilar va u kishi bilan 100 kishi turdi. Mana shu 100 kishiga Alloh taolo g'alabani nusrat ato etdi. 12 ming musulmon qilolmagan ishni 100 ta odam qildi. Shijoatli, doirak sahobalar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshchiligida. Rasulullohning ulovini ushlab turgan ayrim sahobalar musulmonlar tarqalib har tomonga qochib ketganida, "Ya Rasululloh, bo'ldi, mushriklar yengishdi" deganida Rasululloh oldiga intilib turgandilar. Ya'ni aytdik, Rasululloh hech qachon orqaga chekinmagan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ana nabiyyun la kadib, ana ibn Abdul Muttalib." Hamma qo'rqib, bosar tusanini bilmay qolganda, "Men Allohning nabiysiman, yolg'on so'z yo'q, men Abdul Muttolibning o'g'liman." Albatta bu Rasulullohning doirakligi, jasoratidan edi. Mana endi buni muqobilida munofiqlar. Eng qo'rqoq odamlar munofiqlar bo'ladi. Xandaq kunida Quraysh 10 ming kishilik qo'shin to'plab keldi. Musulmonlar o'zlarining adadi ozligidan Madinaning atrofiga xandaq qazib himoyalanishlikka majbur bo'lishdi. Shunda dushman katta, musulmonlar soni oz. Mana shunday bir xatarli kunda munofiqlar o'zlarining kimligini aytishdi. Astagfirullah. Va iz qalat to'ifatun minhum ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u va yasta'dinu fariqun minhum an-nabiy yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firara. Madinaga 10 ming kishilik qo'shin keldi. Musulmonlar xandaqda oldida turishibdi. Mana endi shunday bir xatarli holatda munofiqlar haqida Alloh taolo bizga nima deb xabar berdi? O'shanda ulardan bir toifa odam dedi, munofiqlar: "Ey Yasrib ahli, ya'ni Madina ahli, sizlar uchun bu qadar ko'p sonli yovga qarshi turishga imkon yo'qdir. Bas o'z uylaringizga qaytib ketinglar. Ulardan yana bir guruh esa uylarimiz ochiq-sochiq qolgan edi" deb payg'ambardan izn so'radilar. Holbuki uylari ochiq-sochiq emas edi, ular faqat jang maydonidan qochishligini istardilar. Alloh azza va jalla musulmonlarni jang maydonida shijoatli bo'lishlikka, sobit turishlikka undab shunday dedi: "Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Ey mu'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelganingizda ularga orqa o'girmanglar, ya'ni orqalarni qilib qochmanglar. "Va man yuwallihim yawma idin dubura ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير." Kimki o'sha urush kunida jang yo'sinini o'zgartirish yoki boshqa bir guruh musulmonlarga qo'shilishdan tashqari holatda ularga, ya'ni kofirlarga orqa o'girib qochsa, bas u Alloh tarafidan g'azab bilan ketibdi va uning joyi jahannamdir. Naqadar yomon oqibat u. Dinimiz birodarlar shijoat dini, doiralik dini. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu kishi jismonan zaif bo'lishiga qaramasdan yuragi quvvatli edi. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Quraysh mushriklari o'rab olib, malomat qilib so'kishayotganlarida Abu Bakr Siddiq kelib turib, o'zi jussasini kichkinaligiga, jismonan o'qa quvvatli bo'lmaganiga qaramasdan aytayapmiz, dovyurak edi. Shunday keldida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Qurayshdan himoya qilib qoldi. Shunda Quraysh Rasulullohni qo'yib Abu Bakrga tashlandi.
Shunday urib kaltaklashdiki, yuzini ajratib bo'lmasdi. Yuzi burni qayerda, ko'zi yuzi qayerda. Shunday qilib urishdi. Rasulullohni himoya qilishlik uchun Abu Bakr o'ziga yetadigan aziyatga parvo qilgani yo'q. Qurayshning ko'pligidan cho'chigani yo'q. Dinimiz birodarlar shijoat dini. Musulmon odam hech narsadan qo'rqmasligi kerak. Allohning aytgani bo'ladi. Allohning aytgani bo'ladi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu shijoatli, dovyurak inson edi. U kishi islomga kirganida birodarlar, musulmonlarning ko'hrigiga shabada tegib qolgan edi. Islomda qabul qilgan musulmonlar hali dinni oshkor qilishlikka buyurilmasdan turib iymonini yashirib yurar edi. Ammo Umar ibn Hattob iymon keltirgan kuniyoq Rasulullohga, "Ya Rasululloh, nimaga islomni oshkor qilmaymiz? Nimaga biz o'zimizni yaxshilik qilamiz?" deb iymonga kelgan kuni chiqib o'zi e'lon qildi. Qanday qilib e'lon qildi? Ka'batullohning oldiga bordi, Rasulullohning oldidan kalima keltirib chiqib to'g'ri bordi-da, sir ushlab tura olmaydigan odam bormi deganida, Jamil ibn Muammir deydi. Shunday bordi-da, "Ey Jamil" dedi. Ya'ni bugungi gap aysiz, ertaga hamma biladigan shunaqa odam edi. "Eshitdingmi?" dedi. "Nimani eshitaman?" "Inni ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammad rasululloh." Men musulmon bo'ldim deganida, haligi Jamil ibn Muammir turib ozgina o'ylandi-da, ertaga qoldirmadi. Shart turdi-da, "Ey Quraysh" dedi. "Soba Umar dindan qaytibdi" dedi. Yig'ilishdi, Umar ibn Hattob so'kishni boshlashdi. Umar ibn Hattob ularni so'kdi, kaltaklash ketdi, mushlash ketdi. Umar ibn Hattob quvvatli odam bo'lgan. Urdi anchasini, lekin ko'pchilik bosib olishdi yerga. Shunda Umar ibn Hattobni qarang. Bo'ldi demasdan shart o'sha sayyidlardan bittasini shunday bo'g'adi-da, bo'ynidan bo'g'ib turib, barmog'ini bitta ko'ziga tiqib turib, mashina ushlab turib oladi. Nari bo'lish mendan bo'lmasam ko'zini o'yib olaman deb. Xullas qo'yishdi. Ertasi kuni chiqib, yana 3 kun urishdi shunaqa qilib. 3 kun ana jasorat bo'ladi. Ana dovyuraylik. Musulmonlarni iqtisodiy qiyinchilikka chiqarib qo'yishganida Abu Bakr Siddiq o'sha musulmonlarga ovqat olib ketayotgan bo'ladi eshakka yuklab, orqasidan Umar ibn Hattob keladi. Umar ibn Hattob o'g'li Abdulloh bilan eshakni yetalab ketyapti. Ustida oziq-ovqat musulmonlarga, Banu Hoshimga. Shunda Qurayshning odamlari to'sib, u yoqqa o'tkazmaslikni aytishdi. Xullas haligilarni cho'chitib, orqasiga qaytarib olgandan keyin o'g'li aytadi: "Ama xiftahum ya abati" dedi. Dada dedi, "Qo'rqmadingizmi ular uchta ekan" dedi. "Qo'rqdim" dedi. Ya'ni insonda tabiatda qo'rquv bo'ladi, tabiiy suratda. Men hech narsadan qo'rqmayman degan odam yolg'onchi. Chunki shijoat insonning tabiatiga joylangan bir uni tabiatda bor narsa bo'lgandek qo'rqoqlik ham bor. Ammo Umar ibn Hattobda 10 yoshar bolasiga aytayotgan gapini qarang. "Ha bolam, qo'rqdim" deydi. Agar odamlarning qalbiga Alloh taolo qo'rquv degan sifatni joylamaganda o'zlari halok qilgan bo'lar edi. Tomdan ham irg'oraverardi. Arslon ro'parasiga o'zi ketaverardi quruq qo'li bilan. Ammo shijoat dedi. O'zing qalbingda his qilayotgan qo'rquvni bosib, o'zingni jilolab, raqibingga undan ko'ra ko'proq qo'rquvni yubora olishing haqiqiy dovyuraklik degan edi. Qaytarib aytaman. Ichingda his qilayotgan qo'rquvni bosib, o'zingni jilolab olib, o'zing his qilayotgan qo'rquvdan kattarog'ini raqibingga jo'nata olishing haqiqiy dovyuraklik degan edi. 10 yoshar bolamizga shunaqa ta'lim beramizmi biz? Qo'rqmadingizmi? Men qo'rqmayman o'g'lim. Men hech narsadan qo'rqmayman. Bir uyda qorong'iroq burchagiga borib ketasiz, qo'rqadi. Shu tushuntirish kerak qo'rquv nimaligini va uni nima qilish kerakligini. Biz o'sha bolalarimizni qalbidagi qo'rquvni yengishlikka yo'l topib berishimiz kerak. Qo'rqoq deb tepib u tabiiy, siz ham qo'rqasiz bu narsadan. Lekin bu qo'rquv shijoat singari Alloh taolo insonning qalbiga joylangan bir sifat. Kimgadir qo'rqoqlik ko'proq berilgan, kimgadir jasorat ko'proq berilgan. Biz yuraylik bolalarimiz mabodo chiqib qolsa, yoshligidan urib sindirib yuboramiz bolalarni. Yutdi bolasi, yig'laman, balkonga o'tib boraman. Hozir ana it kelyapti, mishiq kelyapti. To'g'rimi? Yuragi borini ham sindirib yuboramiz biz. Islomda farzand tarbiyasi degan darslarimizda mana shu qo'rqoqlik degan alohida bir darsimiz bor. Eshitib qo'yinglar. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu hamma sahobalar maxfiy suratda hijrat qilishganida ham oshkora hijrat qilgan. Kechqurunda bitta ikkita olib chiqib ketishadi. Umar ibn Hattob kunduzi yop-yorug'da Ka'batullohni 7 marta aylanib tavof qildi. Quraysh to'planib turgan joyga borib turib, "Shahatil vujuh, ko'zlaring ko'r bo'lsin" dedi. "Kiming?" dedi. "Onasini yig'latib qo'yishlikni xohlasa,
ayolini tul qoldirishni xohlasa, bolalarini yetim qilishni xohlasa, falon vodiga borib tursin, men hijrat qilib chiqib ketyapman o'sha yoqqa dedi. Bironta odam chiqqani yo'q. Bironta odam. Ha, endi Umar ibn Xattob o'zi tabiatdan polvon odam bo'lgan. Ha, unaqa bo'lgandan keyin cho'chitda deysiz. Shuning uchun siz ham bolangizga bir qandaydir jismoniy bir mashg'ulot bilan shug'ullanishga yo'l ochib bering, sport bilan shug'ullansin. Seni bolang nechta turning tortinadi 15 ga kirgan bolang? Ha? Bir qopni ko'tarib necha qadam yura oladi? Ana o'g'il bola, o'g'il bolalar mana shuni musobaqa qilmaylikmi? Jismoniy quvvatda. O'zi to'g'rida sport bilan ozgina shug'ullanib, bilagiga quvvat kirib qolganda o'g'il bolaga o'zi nima ham kirib qoladi ichiga? O'ziga bizning tilda uveriniy bo'lib qoladi. Birodalar, sport bilan shug'ullanishlikchi bolaga nafl xolasa qilib, xolamasa qilmaydigan amal emas. Bu vojib bu. Payg'ambarimiz aytganlar, Alloh taologa zaif mo'mindan quvvatli mo'min afzal degan. Bolangiz shijoatli bo'lishini xohlaysizmi? Bitta yo'li sportga bering. Borsin. Ha, bolam zo'r bo'pti. Menga taqa yutib keldi. Ilib qo'ying yuzi to'g'risiga. Shtop siz faxrlangan ekaningizni ko'rsin bola, ko'ngli ko'tariladi. Ha, sen odam bo'lmaydi. Ha, sen bo'larding sen. Unaqa emas. Dinimiz shijoat, g'ayrat dini birodarlar, doirali dini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sharru ma fi rajulin shuhun hali va jumlun hali. Kishidagi eng yomon narsa qo'rqoqlik va baxillik deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shijoat birodarlar, doiralik, qo'rqmaslik faqat jang maydonida ko'rinmaydi. Da'vat maydonida ko'riladi. Haq so'zni gapirishga kerak bo'lgan joyda ko'riladi. Jihodning eng afzali qaysi? Zolim podshohdan oldida aytilgan haq so'z. Ya'ni shunday zolim podshohki odamlarga zulm qilyapti, adolatsizlik qilyapti, haq so'zda aytsangiz Allohning so'zini, qatl bo'lishingiz aniq. Shunda aytilgan so'z jihodlarning eng afzali deyilgan. Aroqni ichib, ko'chada baqir-chaqir qilyapti, indamay kirib ketyapsiz uyingizga. Men indamayapti dedi. Noto'g'ri gapni gapiryapti, qo'y endi kap-katta odam ekan deb turib, nohaqligini bilib turib indamay turibsizmi? Gapirgani ham quvvatingiz yetmayaptimi? Demak, doir emassiz. Tushunarlimi? Payg'ambarimiz aytganlar, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kim munkarni ko'rsa, qo'li bilan tiyib qo'ysin agar quvvati yetsa. Bo'lmasam tili bilan tiysin, bo'lmasam qalbi bilan tiysin. O'chiriningni deyinda, o'sha deydigan yo'qligi uchun quturyapti u. Bitta polvon bor edi, tug'ma mushlashadigan bola edi. Bir yoshroq bolani urib qo'yibdi. Haligi yoshroq bola nima demiş, kaltayib turib. "Aka, men urib qo'ydingiz" demiş. "Gap yo'q. Siz qariyapsiz aka. Men kuchga to'layapman endi" debdi. Shu gap haligi polvonga ta'sir qildi-da, "Ki, aka, sen palonchi akam o'g'limiding" deb ko'rishib boshqatdan aka-uka bo'pti. Qarang. Hech kim shu gapni gapirmaganda unga. "Siz aka ketyapsiz, siz qariyapsiz. Men endi o'sib kelyapman. Hali vaqt bor, shoshmay turing" deganiga shu gapini to'xtatibdi. İnsanların orasida eng dovyurak insonlar shubhasiz bu anbiyolar. Anbiyolar Alloh ularni o'zlarini qavmiga yuborgan paytda, ularni urf-odatiga, ularni tartib intizomiga, huzur halovatiga qarshi chiqqanligini o'zi yakka bo'lib turib, qanchalar dovyurak ekanligiga dalil bo'ladi. To'g'rimi? Bitta o'zi butun qavmiga qarshi tura olgan. Ibrohim alayhisalom yosh bola. Butlarni chopib sindirib turib, eng katta butni bo'yniga ilib qo'ydi boltani. Bitta o'zi turibdi, butun qavmini kattalari, zodiyonlari, kiborlar turib muhokama qilsa, bitta o'zi tura olayapti. Nimadan bu? Dov yurakligidan, shijoatidan, yuragida quvvatini borligidan. Ayrimlari qatl qilindi bu anbiyolarni, ayrimlari toshbo'ron qilindi, ayrimlar yurtidan haydab chiqarildi, ammo bular qo'rqqani yo'q. Zubayr ibn al-Avvam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning havorisi. Sahobalarning ichidagi eng dovyurak jasurlardan edi. Ma'rakalarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi davrda bo'lgan ma'rakalarning birida musulmonlar Zubayr ibn al-Avvamga aytishdi. Zubayr ibn al-Avvam ikkita qo'lida qilich tushab, ot ustida o'tirib ikki tomonga chopisha oladigan odam edi. Yengilmagan biron marta jang maydonida shuni birov bilan ro'bara kelsa hech kim yengmagan. Ali ibn Abi Talib darsida eshitdik. Uxlab yotganda xoinlik bilan qatl qilish mana shunday qahramon insonlar. Musulmonlar aytishdi, Zubayr ibn Avvomga sen bir oldiga tashlan, boshla bizni bir g'ayrat ko'rsat, orqadan biz erchiymiz dedi.
Zubayr ibn Avvam qarab turib, quvvatinglar yetmaydi bunga dedi. Ya'ni meni orqamdan mendaqa keta olmaysizlar dedi. Sen boshlaver deydi. Zubayr ibn Avvam o'rtaga chiqdi, oldiga yurdi oti bilan. Dushman sapini o'ngga chopib yurib, yorib o'tib ketdi. Dushman qo'shini orqa tomoniga o'tib ketdi. Qarasa, bironta musulmon bilan hech o'ta olgan emas u yoqqa. Qarang, yorib o'tib ketdi qo'shinni. Yana qaytib bu yoqqa yorib keldi. Bitta o'zi. Nimadan bu? Jasoratdan, doyuraylikdan. Qo'rqoqlik umrni uzaytirmaydi. Doyuraklik umrni qisqartirmaydi. Qo'rqoqlik kaltakdan olib qochmaydi. Doyuralik kaltakka olib bormaydi. Peshanangizga bugun kaltak yesh yozilgan bo'lsa, qo'rqoq bo'lsangiz ham yeysiz. Doyurak bo'lib turib, sha'ningizni himoya qilib borsangiz ham yeysiz. Bir tiyin uchun mushlashgan bolani bilamiz-a? Bezorilar to'xtatib olib pul berdi dedi, bermadi, urushdi. Rasulullohlar bilan kuch yetganda olishdi. Kuch yetmadi. Qo'lini qayirib cho'ntagini kavlashdi, bir tiyin chiqdi. Voy qulumsoq. Bir tiyin uchun shuncha urushdingmi deganida, yo'q, men o'zimni orim uchun, nomusim uchun urushdim dedi. Shu ruhda tarbiya ola olyapmizmi bolalarimizni? Hozirdan o'zini jilolashni bilsin. Shijoatning, doyuralikni yaqqol misoli Xolid ibn Valid roziyallohu anhu. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu na islomdan avval, na islomdan keyin biron ma'rakadan qochgan emas, biron ma'rakada orqaga chekingan emas. Xolid ibn Valid Mota kunida qo'limda 9 ta qilich sinib ketdi deydi. 9 ta qilich sinib ketguncha jang qilish bilasizlarmi qanaqa? Kun yorishgandan boshlab kechgacha jang bo'lgan. Quvvatni qarang, yurakni qarang. Mana shunday qahramonliklarni ko'rsatgan, biron marta jang maydonida yengilmagan qo'mondon Xolid ibn Valid o'zini to'shagida yotib o'ladi. Nimaga desiz, taqdir qilinmaganda jang maydonida o'lishlik, birodarlar. Qo'rqoq bo'lsa ham to'shagida o'lar edi, jasur bo'ldi ham to'shagida o'ldi. To'shagida yotar ekan, oxiri aytgan so'zlari yig'lab aytar edi. Falon ma'rakalarda qatnashdim. Jasadimda qilichni tig'i, nayzani uchi, kamonni o'qi sanchilmagan, biron qarich bo'sh joy yo'q, hamma yo'g'i tirtiq bo'lib ketgan. Lekin Alloh shahidlikni menga nasib qilmadi. To'shagimda tuyadek yoki eshakdek yotib o'lyapman dedi. Nimasi bilan qoldi ular tarixda? Iymoni bilan, doyurakligi bilan, diniga bo'lgan xizmati bilan, puli bilan qolmadi, mashinasi bilan qolmadi, solib qo'ygan imorati bilan qolmadi. Nimasi bilan qoldi tarixda? Bori burdinroq Alloh va Rasulining yo'lida qurbon qilganligi bilan. Endi mo'minligini oshkor, qo'rqmay ko'rsatadi. Kofir ham kofirligini qo'rqmay ko'rsatadi. Munofiq esa qalbidagi kufrini ko'rsatgani qo'rqib iymonni zohir qiladi. Qarang, mo'min doirach bo'lyapti, kofir doirach bo'lyapti, qo'rqoq kim bo'lyapti? Munofiq. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawaw ilayhi wa hum yajma'un. Agar ular biron boshpanami, g'ormi yoki kiradigan biror teshikmi topsalar edi, chopganlaricha o'shanga qarab jo'nab qolgan bo'lar edilar. Banu Isroildan bo'lgan kishilar o'zlarining orasidagi nabiga aytishdi. Quddusdan haydab yuborilganlaridan keyin biz oramizdan bir podsho chiqarib ber, tanlab ber, shu bilan birga jang qilib vatanimizni qaytarib olaylik. Alloh taolo ularga Tolutni podsho qilib tanlab berdi. Endi Tolut jangga ana shu Banu Isroilni chaqirgan paytda Banu Isroildan juda ozchilik kishi unga itoat qilib chiqdi, lekin juda ko'pchiligi qo'rqib chiqmadi. Juda ham ozchilik kishi. Mana endi o'zlarining dushmani bo'lgan Amaliy qabilasining ro'parasiga kelganida, Amaliy qabilasi o'zining juda katta adatdagi sanoqdagi qo'shini bilan chiqdi. Ularning podshohi Jolut edi. Bu Banu Isroillar jussalarining katta emas, Amaliklar gavdasi yo'g'on bo'lgan odamlar edi. Yana Jolut ularning podshohi, ularning ichidagi eng gavdaligida, eng quvvatligida. Ikki qo'shin saf tortib turishdi. Alloh taolo mana shu mashhadni siz bilan bizga ta'riflab aytadi. Qolallazina yazunnuna annahum mulaqulloh kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan katiratan biiznillah vallohu ma'as sobirin. Bu katta adatdagi qo'shinni ko'rib, Banu Isroildagi askarlar aytishdiki, bular ko'p ekan. Bularga kuchimiz yetmaydi bizni deb turib qalbiga qo'rquv kirganida, endi qalbida iymoni quvvatli bo'lgan va dovyurak bo'lganlar aytishdi. Shunda Allohga ro'baro bo'lishlariga ishonadigan zotlar
aytishdi. Qanchadan qancha kichkina guruhlar Allohning izni bilan katta guruhlar ustidan g'alaba qilgan, Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Shu bilan sobit qolishdi. Jolut chiqdi, muboraza talab qildi. Kim yakama-yakka chiqadi olishgan. Tolut aytdi. Kim unga qarshi chiqadi? Hech kim chiqmadi. 16 yashar bola chiqdi. Men chiqaman qarshimga dedi. Tolut aytdi, kim unga qarshi chiqsa, men unga qizimni nikohlab beraman, yana falon narsalarni va'da qilaman. Hech kim chiqmadi. 16 yashar yigit yana chiqdi, men chiqaman dedi. Bilasizlarmi bu kim edi? Davud alayhissalom edi. Rivoyatlarda 16 yashar edi. 16 yashar edi. Davud 16 yashar bola Jolutni qatl qildi. Shu bilan Amaliklarning qo'shini mag'lub bo'ldi, Banu Isroil g'olib bo'ldi. Keyin Davud alayhissalom nabiy bo'ldi. Alloh taolo u kishiga Sulaymon alayhissalomni berdi, u ham nabiy bo'ldi. Abdulloh ibn Zubayr. Zubayr ibn Avvomi qanaqa qahramon ekanligini, qanaqa dovyurak inson bo'lganligini aytdik. Abdulloh ibn Zubayr shu kishining o'g'li. Madinada tug'ilgan birinchi o'g'il bola payg'ambarimiz hijrat qilib borganidan keyin. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrda, endi yosh bola. Umar ibn Hattob haybatli inson bo'lgan. Nafaqat yosh bolalar, hatto katta kishilar ham, sahobalar ham cho'chishar edi u kishining siridan, haybatidan. Xalifa bir ko'chadan o'tib kelayotdi, shu ko'chada yosh bolalar o'ynashar ekan. Ular ichida Ibn Zubayr ham bor. Xalifani kelayotganini ko'rib yosh bolalar tirqirab qayoqqa qochib ketishdi. Faqat bitta bola qoldi. Bu Ibn Zubayr. Xalifa haligi bolani qochmaganligini ko'rib, "Voy" dedi, "Sen nima qochmayapsan?" dedi. Ibn Zubayr aytdi, "Ey Amiral Mo'minin, gunoh ish qilganim yo'q, sizdan qo'rqaman" dedi. Undan tashqari yo'l keng, sizga kengaytirishim uchun o'tvorasiz dedi. Kimi bolasisan dedi? Zubayr ibn al-Avvomni dedi. Biz qanaqa bo'lsak, bolalarimiz ham primerna bizdaqa bo'ladi. Chunki olma qayga tushadi? O'sha daraxt tagiga tushadi. Qo'rqoq odamlar doim xalq orasida past martabada bo'ladi. Ibrohim alayhisalom aytdik. 17 ga kirgan yigit butun qavmiga qarshi tura oladi. Bir qo'rqoq arobiydan so'rashgan edi, "Nima uchun jang qilib dushmaniga qarshi urushmaysan?" U aytdi, "O'lim meni ustimga kelishdan qo'rqaman-u, o'zim boraman o'limning ustiga." Ana qo'rqoq. Ashobul Uhdud qissasidagi yigit. Bir tomoni podshoh, bir tomoni sehrgar. Bularni birontasidan cho'chigani yo'q. Iymonida sobit turdi. Jasur va shijoatli kishi. Dovyurak va qo'rqoq kishi. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Hargiz barobar bo'lmaydi. Birodalar, dovyurak kishini hatto uni dushmanlari ham hurmat qiladi. Dovyurak kishini hatto dushmanlari ham hurmat qiladi. Ammo qo'rqoq kishini o'zini do'stlari ham xor deb biladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni dovyurak, jasur va shijoatli bandalardan qilishligini so'raymiz. Aqulu qawli hada